ibodat qilib onasini sizga kuyib nima qiladi? Undan ko'ra o'zini Darangda kimda bu nima kerak? Ha? Darangda. Bu nima? Nazir aka. Ha. Erta pastga yana ikkovimiz. Baraka. Kecha uyda yotamiz, erta boshqa puldan ketamiz. Rasmga olay Nurbek. Darangda nima qilasiz? Darangda. Men qo'limga olsam, temirda qilsa. Endi Nurbek cho'g'on gapirmoqchi bo'lyapti. Bir quloq solsak qol nima Mayli. deydi, nimani chamaladi. Endi Norbek og'am bunday. Oxirgi gap sizga bo'ladi. Ha, yakunni Nadir og'am gapiradi keyin. Endi hurmatli akalar, Shapka moshqa. Kimdi bu? Nurbek cho'g'on. Shapka Norbek moshqa. og'am. Norma ko'rgan. Ha, ko'rgan. Ama sikini gülen çakanı uyuyla. Norma eski Normay'mı? Eski Norbek. Ha, Norbek. Ha, bana kapırdım. birinchi mana bizni qishlog'imizda mana xo'jadiyakka kelgansizlar, Machaydan, To'qchidan hammalarimiz birga yori jo'rachilik qildik. Davroga birga yurdik. Birinchi xush kelibsizlar. Rahmat. Ikkinchidan mana bu yerda juda chiroyli gaplarni hammalaringiz gapirdilaring. Hamma aytilmagan mana Amirquljon ko'p gaplarni tushuntirib o'tdilar. Mana Shomat aka aytdilar, Nadir aka, hammalaringizga rahmat. Bu gaplarni albatta keyingi avlodimiz, keyingi yoshlar eshitib olib, Eski Norma bo'lishi kerak. Eski Norbek. Hurmat, izzat, Bitta mana bu bitta kungi qayqaylatib takani qo'yib haydardilaring, mana endi qarang, bir bog' bo'lib qoldik. Bu dunyo o'tkinchi. Bir uyga nechi boshsan, bir-biringga mehmonsan. Xuddi shunday mehmon, inson bu dunyoga mehmon. Hakikat Normay'ı yaptı. Bu mehmon bo'lishimizda keyingi mana endi biz sizdan o'tayapti, yoshlarga, neberalarga, qishloqdoshlarga tushuntirib, oboqsa qolsizlar. Bu sizlardan o'ta insonlar har bir qishloqqa yo'q. Bo'lmagan ham. Chunki sizlar ko'rgan davrani, sizlar qilgan ishlarda Alloh biladi, endi zurriyotimiz qila oladimi, qila olmaydimi? Lekin men ko'pini ko'ryapman, qila olmayapti. Shuning uchun sizlarni e'zozlash kerak, hurmat qilish kerak. Qayerda bo'lsa, uni Xudo berdi sizlarga. Rahmat. Har bir kishini. Mana aytdilar-ku hozir Amirquljon, yo Chor-Chobag'onni men eslaganga, yo Ne'matni eslaganga bir o'lkani odamlari hurmat qilib eshikdan to'rga o'tkazgan. Albatta odamlar sizlarning hurmatlaringni bilgan. Shuning uchun sizlar qishlog'imizda eng suyukli insonisilar. Shu vohamizda eng gulisizlar. Sizlar namoyanda, sarkardalari sizlar. Bo'lma Norbek, bo'lma. Shuning uchun sizlar bilan biz faxrlanishimiz kerak. Jo'rdan Chobag'on, Shomat Chobag'on, Xurram Chobag'on, Chori Chobag'on, mana Nadir Chobag'on, yoki mana Amirqul Chobag'on, Rahmon Chobag'on, Ne'mat Chobag'onlarda bilan biz faxrlanishimiz kerak. Biz men endi Xudodan shunday tilak tilaymanki, har birlaringizdan, ullaringizdan, qizlaringizdan bo'lgan nebera chiberalar sizning o'rindoshlaring bo'lib yetishsin. Bo'lma Norbek, yana gap. Zamonamiz tinch bo'lsin. Shunday bo'lsin. Davlatimiz bundan ham obod bo'lsin. Prezidentimiz baxtimizga omon bo'lsin. Ofarin, ana shu prezident. Hammalaringizga endi Xudoyim taolo piri badavlatlik Xudo muyassar etsin. Hammalaring piri badavlat bo'linglar. Davomchilaringiz sizlardan ham o'tkir chobag'onlar bo'lib yetishdi. Allohdan tilab qolaman. Rahmat. Ana shu prezidentimiz bundan ham ziyod